Ha azizlar, bizda hamon qor yog'moqda. Yilning so'nggi kunlarida mana shu ajoyib o'tgan yilimizni sarhisob qilar ekanmiz. Men o'zimcha shunaqa fikrlarga boryapman oxirgi kunlarda. Ya'ni inson hayoti o'tgani sari, yili o'tgani sari qarib boradi deyshadi. Aslida qarish bu qanaqa tushuncha? Bu biologik bir holatda tanamizdagi hujayralar o'lib boradi va tashqitdan qaraganda inson xunuklashib, noziklashib boradi. Lekin aslida inson vaqt o'tgan sari, yillar o'tgan sari tajribali bo'lib, bu dunyoni anglashga har bir o'tgan kuni uni yaqinlashtirib boradi. Shuning uchun qaridik emas, tajribali bo'ldik deb kunlarimizni, yillarimizni tugashini shunaqa sarhisob qilishimiz kerak deb o'ylayman. 2025-yil ham xuddi shunaqa bizga hammaga juda ham katta tajriba beradigan, juda ham katta bir dars beradigan yillardan biri bo'ldi. Topganlarimizni yo'qotdik, yo'qotganlarimizni topdik. Ulgurganlarimizga afsuslandik, afsuslanmaganlarimizga ulgurdik. Bosib o'tgan yo'llarimizda kimlar umidlari qolib ketdi. Bizi xohishlarimizni, bizi fikrlarimizni kimlar orzu havas qilib o'tib ketadi, lekin biz o'sha kimlardir orzu havas qilib o'tadigan yo'llarni bosib o'tdik. Shuning uchun boya aytganimdek, hech qachon qaridik, bir yilga ulg'aydik deb emas, tajribali bo'ldik. Yanada ko'proq narsa ko'rdik, yanada ko'proq insonlarni tanidik deb yakunlaymiz bu yilda. Xudo xolasa 26-yilda 26-yilda so'nggi 30-dekabr kunlarida balki mana bu yerda men bilan yana bir go'zal qiz bo'lar. To'g'ri, qiyin masala. Chunki inson yosh o'tgani sari, ya'ni tajribali bo'lib borgani sari uylanishdan qo'rqib, qochib uzoqlarga ketib qolar ekan. Albatta hazil. Demak, yilimizni yakunlar ekanmiz. 25-yilga alohida tashakkurlarimizni aytib 26-yilni kutib olamiz. Umr o'tdi emas. O'tayotgan umrimiz tajribalarga ishlab berdi. Qo'shilasizlarmi shu gapimga? Hayot mana shu qor kabi go'zal do'stlar, aslida. Lekin bu to'kilayotgan zarrachalarni qayerga tushayotgani juda ham muhim. Cho'llarga qor yog'avermaydi. Tushundinglar-a?